Oramizda tuxum sarig'ini ham hattoki yoqtirmaydiganlar bor. Bu hech kimga sir emas. Shuning uchun biz bu turdagi sochlarimiz uchun boshqa bir maskani qilamiz. Uning uchun kefir yoki qattiq imkon qadar jirniroq, yog'liroq bo'lishi kerak. Olivka yog'i va yana albatta kastrovый yog'. Sochimizni uzun kaltaligiga qarab turib yarim stakan yoki bo'lmasa yarim stakandan kamroq qattiq olamiz va 1 choy qoshiq kastrovый yog' va 1 choy qoshiq olivka yog'ni qo'shib aralashtirib massa hosil qilamiz. Demak, maskamiz ham tayyor. Bu maskamizni 1 soatga sochimizni tolasiga surtib qo'yamiz va sochimizni salofan bilan, sochiq bilan o'rab qo'yamiz. 1 soatdan keyin sochimizni yuvib tashlaymiz. Bu maskamiz sochimizni strukturasini tiklaydi va sochimiz tabiiy namligini qaytaradi. Bu degani, sochimiz tabiiy namligiga qaytsa, bizning sochimiz kamroq sinib, gullashiga yordam beradi. Mana bugun va'da qilganimdek sochimizga, sochimiz to'kilishiga, sochimizni mustahkamlashga, sochimiz uchlarini gullashlariga qarshi bo'lgan maskalarni tayyorlab ko'rsatdim. Bu maskalarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta saqlab qo'ying. Opa-singillarimiz, onalarimizga bu maskalar juda ham asqotadi. Sizlar uchun